Bugun blogerlardan apros qilamiz. Bo'y genetikaga bog'liqmi yoki yo'qmi? Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Abdurahim. Meniki Shahrizoda. В общем, bo'yingiz bilan yoshingiz nechida? Hop, yoshim 27 da. Bo'yim o'zi 1.71 edi, lekin ves olganimdan keyin 1.69 bo'lgan, cho'kkan. Sizda oilangizdagilari bilan bo'y farqi bormi? Umumiy hisoblasa, meniki bir xil standart. Hammamiz ham bilamiz. То есть, например, bo'y o'stirishga nimadir yordam beradimi? Например, sport, питание. Yordam beradi deb eshitganman, lekin qilib ko'rmaganman hech qaysini. Hozir siz 27 yoshingizda, to'g'rimi? Agar siz 20 yoshingizda bo'lsangiz, например, bo'y o'stirishga harakat qilardingizmi? Ha. Ko'p o'ylayman chunki bu narsani. Да, то есть занимались бы спортом, питанием. Обязательно. Nice. Yoshlarga nima maslahat berasiz? Sport bilan shug'ullanishsa, endi men ko'p o'qiysiz baribir bu narsada, ko'proq turnirga tortilinglar, eng foydali shu deyshadi. И suzishga ham boringlar. Rahmat Vitaminlar kattakon. to'g'ri, обязательно vitaminlar ham bor, aytgancha vitaminlar ham ichinglar. Bo'ldi, rahmat kattakon.